Bola, mana bu GLC 200 trendga chiqib ketgan. Hozir постоянный klient, eski tanish Jalol keldi. Ko'rdi, mashinani tekshirdi, olib borib. Srazu xudoga shukr uspech qildi. Nimaga shunaqa deyapman? Chunki 2-3 marta объявление chiqarganimda uspech qilmagan. Bugun mana haqiqat mana nomiga оформить qilib berib, mashinani olib ketyapti. Hozir ozgina suhbatlashamiz. Jalol, Assalomu alaykum hammaga. Mana 3 martadan beri harakat qilyotgandik. Bugunga nasib qilgan ekan, Xudo xolasa mashinani oldik. Hammasi haqqoniy. Да. Sразу оформление qildik. Поздравляю от души, от души. Rahmat aka. Alloh xayrli qilsin. Men juda xursandman, именно то, что успел. Потому что ozgina o'tgan safar ham kelganingizda voy uspech qilmadim, o'zim ham ichim g'ash bo'ldi-da. На самом деле, men juda xursandman, что именно shu model свежий и zo'r narxga oldilar-da. Я от души вот rad. Ishingizga rivoj aka. От души, брат, от души. Xursandchilik ichimga sig'mayapti. Hop. Bolalarga bitta iftorni berasizmi? Yo'q, ishchilargami? Bonus. Qaranglar, $100 bonusga. Bonus. Nima qiling bu pul bilan? Bolalarga berasiz, bolalarga. Пацаны, sizlarga bugun Jaloldan iftorlik. Sizlarga. Rozimisiz bizdan? Kelinglar, sizlarga ham xalq qilib beramiz. I am lost.